Hammaga salom, yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan raspakovkalar qilamiz. Bu onamlar Tailanddan bir chimadan narsa yig'ib kelganlar, juda og'ir peregruz bilan kelganlar. Hozir sizlarni bitta sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Onamlar 7 kunga dam olib keldilar. Birinchi sizlarga aytsam, bu dam olishga ketishlari oson bo'lmadi. Bu hali отдельно video chiqadi. Juda katta stresslar bilan ketdilar. Hozir endi keldilar, Xudoga shukr, yaxshi dam olib keldilar. Buni davomi bor hali. Chunki tur agentstvalar bizani yaxshigina aldadi, ahmoq qilib, asab qildirdi, urush qilib men bilan meni suykdi, chut urmadi. Hali bu haqda podrobno aytib beraman. Birinchi men bundan boshlamoqchiman. Savol. Onamlarga savol berdim. Nimaga xafa tushganlar? Buni ko'ryapsizlarmi? Yaqinroq ko'zda bu anaqa suvenirda narsa onamlargadir xafa tushganlar. Buni anaqa turchilar yo'qotib qo'ymas uchun hamma rasmga olib olar ekan, shundaymi onajon? Ekskursiya ketish oldidan rasm tushirar ekan. Rasm tushirar ekan, onam xafa kayfiyatlar bo'lmagan. Qaytgan paytim tarelkaga rasmimni ko'raman. Ya ular ham o'ylamaydimi, bir klub tushing tarelkaga rasm qilib beramiz desa bo'ladi-ku, mayli hay. Mana bu keyingi rasm. Mana bu rasmlar juda zo'r chiqqan, men sizlarga yaqinroq ko'rsataman. Tapishga sig'irib olay. Mana shu dugonalar, 3 ta dugonalar mazza qilib aylanib kelganlar. Itak boshlaymiz. Birinchi men bu sapol anaqa bakal yoqdi menga. Ichiga anaqa choy qilasizlar. Keyin yopib qo'yasizlar buni. Sinishidan qo'rqqanim uchun birinchi kursda mana chetga qo'yib qo'yaman. Menga javob qo'ying-da. Chen. Tak. Men bu idishcha gulishlar nejniy, chiroyli. Bunga nima qilinadi ona? Onajon bundan ichiladimi? Vaza. Bu vaza. Ona vazalar yaxshi ko'radilar. Vazalar har xil kolleksiyalari ham bor ozginagina. Bu yog'ochdan qilingan, a? Bu yog'ochdan qilingan. Onamlar menga yozgi mana bunaqa tapishka olib kelibdilar. Buni yozda kiyaman. Menga yo'qdan shunaqa nimachalari yoqadi o'zi. Hozir men kiyib ko'rishim kerak edi buni. Ha, ish qilbanshida. Nesli chaqirib tashlaymiz yo'qlarni. Chiqir qilib yuramiz. Meni yo'qotib qo'ymanglar. Следующий menga yoqadigan narsalar bu otaki брелочки, xolodilnigimizga yangi magnetiklar paketdan. Hammasini o'zimiz nima qilamiz? Birinchi ishga berasizmi onajon? Buni onam aeroportdan olganlar. Juda ham yumshoq takoy koshelyochik, chiroyli. Buni kosmetikga ishlatsa bo'ladi, koselyok. Kosmetikga kishnalik qiladi bu. Juda ham udobniy sumочкалар. Следующий mana bunaqa sharfchalar. Bularning bittasini men tanlab olishim kerak, qolgani podarkaga. Bunaqa ranglari bor. Menimcha men shuni tanlab olishim mumkin. Sholkoviy bitta ochilgani bor-da menimcha. Shuni ochib ko'rsataman o'zim tanlaganim. Men ham onajon. Bu sholk ekan. Wow, katta ekan, men kichkina deb o'ylayotgandim. O'zim men sharf ko'p taqmayman, lekin bu chiroyli ko'zimga yaxshi ko'rinibdi, balki shundan ruhlanib taqarman. Rostdan ham sholk. Vashi. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Rostasi emasmi bu? Mana bu yo'qmi? Sholkligidan o'zi sochim ham sholkov edi, serlik ketyapti. Qirala, yarashdi menga. Так, следующий. Menga mana bu ham yoqdi. Takoy mila sumочка yozgi. Yozlar to'qamanda men bu sumkalarni. Qo'li bilan to'qib o'tgan ekan, qaranglar qani. Qo'lda to'qilgan qo'lishi. Necha pul turadi bu onajon? Buni 450 baht. Endi men sizlarga tushirishlaringiz uchun aytaman. $100 3000 baht. 3000 baht ekan. Bu 450 bahtga nima qiling? O'zlaringiz endi arzonmi, qimmatmi hisob kitob qilib olasizlar.
Anaqa joylab borganlarmi? Aeroportga arzonroq ekan. Ha, bu onam o'zlariga ro'mol olgan ekanlar. Bu qancha endi onajon? Ashiqim, gulchali. Asalcha. Qaranglar qanday chiroyli. Zira. Yozgi bu necha pul? Yappa ko'rsatdim shu. Rostmi ko'rsatdim? A, o'shani onajon. Yo'q, qara. Ashunaqan. Pulini aytmayapsiz lekin. Ha, Eslang endi, bitta-bittamiz pulni aytib chiqasiz. 350 baht deb bitirdi, men 150 dan topdim. 350 bahtdan 150 bahtga topganlar onamlar. 100 baht qilib oldim. Sholkvilar, mana bu mendaqasi bu 100 baht ekan. Tailandga ko'p narsa arzon deyishdi, haqiqatan ham arzonga o'xshayapti. Nima bo'laveradi? Bilak uzuk, Hindistoniy. Ligini qaranglar azmi. Ochgan. Ha, ochila ekan bu. Hozir. Shaqa aksarlar menga yoqadi. Следующий bu nima onajon? Bu ham shart. Bu ham sharf sovg'aga beramiz, ochmayman. Или o'zimizgami? O'zimga. O'zingizga ham onamlar o'zlariga ekan, ha ochmayman, o'zingiz nima qilasiz? Anaqachasi juda yumshoq ekan. Bu necha pul? Ochaymi? Bu ham 100 bahtga berdi. Bu ham 100 bahtga beribdi. So'hay ochamiz. Takoy mahrovimi? Nimachada? Yumshoqcha. Bu ham 100 bahtga. Yaxshi. Och. Krasный svet chiroyli ekan, prям насыщенный svet ekan. Buni xolam olib kelganlar Toshkentga. Xolam Toshkentdan olib kelganlar onamlar besharf ketganlari uchun. Pist bitaylik. Tak, bu nima? Bu mana bunaqa narsalar olibdilar onamlar plyajga, anaqa toshli joylar bo'ladi-yu, shtob oyoqlaringiz anaqa bo'lmasligi uchun. Sinalli ham juda yaxshi narsa. Sinal, onam o'zlari ham ishlatib ko'rganlar, menga ham oldilar. Nimaga ko'rmagandim, Ispaniyaga Tenerife borgan paytim bunaqasini ko'rmagandim, lekin yaxshi. Bizga bu yoqqa cho'miladigan joylar bor, toshlik oyoqlarni og'ritadi. Kerakli narsa. Следующий bu nima edi onajon? Bu nech pulligini ayting? Uni 200 baht, 250 sotadim, men kelayotgan kun 100 bahtdan topdim. 100 bahtdan topdilar. Onamlar hamma narsani arzon topganlar. Onam supermarketdan futbolka olganlar. Yaxshi futbolka, biz shunaqa nima futbolkalar. Paxta yumshoq ekan-a? Sur. Tailand kiyimlari o'zi nima-ku? Mashhur-ku. So'qoya rasm bo'lmasin. Вот такой filchali kashlyotchik. Ham chiroyli ekan. Ha? A, bu kosmetichka. Bu necha pul? Tailand deb yozilgan ekan. Bu necha pul onajon? 50 baht. Buni ichiga yana bitta shunaqa sholkoviy adashmasam, bu ham yig'ibsiz kosmetichka kashloglarni. Yaxshi ko'radilar. Onamlar juda narsa olganlar, sizlar kuzda. Menga shunday yoqadi, ana qaranglar. Aeroportdan olganlar. Bu 1200 bahtmi? Chiroyli ekan, lekin bilmayman kameraga bu ko'rinyaptimi chiroyi. Zo'r. Вообще, onajon. Men tiqib qo'yamiz sekingina. Qanaqa joylarga borganlar, menga ko'rishim uchun qanaqa joylarga ekskursiyalar bo'lganlar uchun olib kelganlar onamlar. Men bularni ko'rib chiqdim. Следующий. Bu yerda yuz uchun men bu aloe maskalar olganlar. Bularning pachkasi necha pul dedingiz onajon? 10 tasi 160 baht. Men buni nima edi onajon? Qo'sh. Bu qoshni tarash uchun. Boshqa joylarga qimmatroq edi bu maskalar. Eng nima arzon ishlar. Sizlar qanday arzon joylarni topdingizlar? Endi yuriysan-ku, aylanib. Qanaqaga qarab. Aloe nimasini olib kelganlar juda foydali. Hamma biladi foydasini. Kosmetikalar. Mana bunaqa ko'zni tagiga. Aytmasam ham bilsangiz kerak bularning foydasini. Mana ochilgani bu. Bunaqa ishlatmaymiz. Ko'zni qarasam nima bu? Yo'q ekan. Tak, yana bitta sholkoviy nima? Mana bu ashi qo'rqinchli. Nima edi bu? Tomoq uchun, tomoq og'riganga. Tomoq og'riganga qattiq narsachalar.
Birgalam onam shunaqasi olib kelganlar. Draji. Следующий bu nima onajon? Krem. Bu Marshin. Marshelladan krem. Kokoslik. Kokosli maslo. Kokosovое масло. Kokos yusadi. 180 baht bo'lishi mumkin. Bu nima mama? Ha bu suvga tushunku. Ha, og'zingizga shunaqa kiydirdilarmi? Ha, yangi birovnikini nima qilmayman O'zi sotib oldingizmi? Ha, suvga tushgan yaxshi. Suv tayyorlamini ko'rdimda. Bu ham kremmi? Ha, bu ham krem. Mashinaga qarshi. Bu nima onajon? Bu pashshakdan. Pashsha ko'p ekanmi Tailandga? Ha, bor ekan. Buni bezor qilinmay, pashsha dedingizmi? Cho'qdi. Biz masalan Moridan uzoq qaydik, gostinitsamizga. Gostinitsangiz uzoqda. Bu nimada bu pakovkachasi g'alati, piyoz nima qilingan? Piyozlik balzamlar, tabiiy ba'zi shamollashlarga, nimalarga. O'ra ko'p dorivor narsalar bor ekan. Bu nima edi onajon? Balzamlar olib keldim. Bu ham balzamchi. Bu ham balzamchini bular nima uchun? Yaxshi, bittaga yiqilib, surting og'ir. Onamlar yiqilibdilar, ko'karganlarga surtdilar, ertasi kun ko'kargani yo'q bo'libdi. Bu ham qanaqadir balzam. Bu ham nasikomika ekan. Birgalan shaqa dorivor narsachalar olib kelganlar onamlar. Ha. Mana bu nima uchun onajon? Ana oyog'i uchun ekan, qaranglar. Sustavlarga. Sustavlarga yozib ekan. Necha pul bular onajon? Даже ko'rsatgan oyoqni qirlarga qanday massaj qilib surtishlani. Mana ryukzakni ham ko'rsatmadim aytgancha, onam ryukzak olganlar. Qulay ekan shu yerdan oldim. Qiziq ryukzak, qulay ryukzak. O'ra shunaqa ryukzak kerak o'zini. Tamomda 350 baht, 200 baht. 350 baht ekan. Filchalik, hamma yo'q fil bo'lib ketibdi. Sayohatga endi plyajga borgancha orqaga narsa ko'targan yaxshi, chimni ko'targandan ko'ra. Bu nima mama? Krasniy. Persovoy balzam. Bu qalampirlik balzam ekan. Nima uchun bu? Ha, mana o'zi ko'rsatilgan orqali qaranglar. Qara, tizani. Biza kasal bo'lmaymiz endi. Naski o'sha odam biz Naski bu nima qo'lga kiyishga. Ha, qo'lga Supermarketdan qo'l naskisi. Bu ham bu nima mancha tanalikaga o'xshayapti-ku. Siz buni oxiriga ko'rsataman sizlarga nimaligini. bu soch o'stirishga, sochga Sochga vitamin, men sochlarimiz o'sib ketgan vitamin qilganman, ko'rasizlarmi? Onamlar surpriz qilganman desa sochim o'stirib. Tak, bu nima ma'mul? Bu shunaqa sovun oqartiraydi. Oqartiradigan so'm yuzgami? Yo'q, yuzga emas, ana bu dog'landi. Ha, kiyimlargami? O'zim ishlataydim olaman. Bu ham balzamchik manga. Yana qanaqadir balzamlar. Buni hozir keyin ko'rsataman. Bu yoqqa ham o'tib olaylik-da. Kecha shularni yegim keldi, topolmadim. Anaqa MM'da Snickers eng yaxshi ko'rgan shokoladlarim, onamlar Tailandnikini ham yesin deb olib kelibdilar. Keyin takoy zakolochka, umuman materiali ham yumshoq, siqilmaydi deyishdi. Ishlatib ko'ramiz. Og'ritmay ekan. Takoy zakolochka, onamlar nima yaxshi narsa deb bilgan bo'lsa, hammasini ko'tarib olib kelganlar. Yana nima? Bu o'sha. Ha, remolizdan uni bitta sohaga beramiz endi. Tak, bu o'sha futbolchka supermarketdan olganmisiz? Qora. Qani ochib ko'ramiz. Bu nima bo'ldi? Kokos va mamlaqa shokoladlar. Shokolad kamroq yeyishga harakat qilaman, lekin bilan yeyman bularni, yeb ko'raman. O'sha balzam o'ta, hidlaysan burning ochilib ketadi. Balzam o'ta, hozir biz hidlash mumkin emas. Bu o'shoqni choyimi? Hidi zo'r, endi ko'p o'tkir hidlolmayman. Choy ichib ko'ramiz. Shu qo'ying onajon. Olganlar onamlar suvning ichida, чтобы video syomka qilish uchun. Zo'r qulay narsalar ko'rdilar 21-asr. Menga yoqqan narsa mana bu ham bo'ldi. Bu kokosdan qilinganmi? Kokosdan idish qilingan, ichi shunday chiroyli chizilgan, uni qaranglar. Zera. Yengilgina, takoy приятненький-da. Bu nima onajon? Batta. 100 bahtda o'zi kokos nechi pul?
bilmayman ekan. Onam eslarda qolmagan уже. Mana bu sovinchalari Juda yaxshi so'z. yaxshi sovuni yoqibdi onamlarga. Yana ham takoy malenький nimachalar. Mana bu nima onajon? Nimadirlar, ama dorva o'tkazibdi yaxshi dorva narsalarni. Endi men sizlarga oxiriga men buni aytayga. Onamlar o'sha Tailand nimasimi? Tangasa, o'yin. Onajon turk lirasi deb yozib qo'yibdi. Qaydan keldi bu? Tushgan lekin. Onamga hamma valyutalar bor onamlardan. Tashqarimga bu. Onamlar Tailanddan bitta emas, ikkita emas, 3 ta yostiq olib kelganlar. 3 ta yostiq. Hozir buni bittasini ochib ko'rsam maylimi? Bittasi menga. Aytganda lateks o'shoqdan chiqadi. Bu lateks o'shoqdan chiqadi. Daraxtdan. Nimani? Sut chiqadi. Sut tuzlashib ana shu lateks Sut chiqadi. Hozir men kompyuterda nima borligini ko'rib olaydim, onajon. Cheklari, nimalarni gazetasiga o'zlari yetkazadilar. Aylanganim sotadi. Sho'xdan shuni ochsam bo'ladimi? Ha, och. Bu juda foydali ekan. Meniki bo'ynim og'riydi, onam shunga ham. Keyin ash 3 tasi skidkaga necha pul onajon? Skidkaga 2 ta oling, 3-inchisi podarka dedi. $200 onam yostiq olib kelgan. Hozir bu yostiqni qobiliyatlarini ko'ramiz. Onamlar reklama qilsa, reklamaga o'chadigan kamera desam. Yana ham ochish kerakmi? Nima kerak? Böyle ha böyle açtım. Men o'zi ortopedist yostiqqa yotaman. Mana shunaqada. Kattalashib ketdi rektanam. Yumshoq-ku. U men ortopedist yostiqimdan ko'ra yumshoqroq. Ha, bugun endi yotib ko'raman, keyingi videomda qiziq bo'lsa men sizlarga aytib beraman buni. Yana masajni bor. Bittasi masajni, bittasi shuna o'zim shunaqa yostiqqa yotingda onajon. Ikkita shundan oldim, bitta masajni oldim. Lekin zo'r ekan. Mana. Yostiq, qarang, upakovkasini ham zo'r qilib berar ekan. Qarang, chimodanga 3 ta yostiq bilan olib keldilar. Katta bo'lib ketar ekan. $200 ga arziydi. Bekorga buncha emas-ku, to'g'rimi? Tailandskiy yostiqlarda yotaman-da, endi bilinglar. Latekslik nimaligini bilmayman men. Aytaman-ku, daraxtlar ularga bog'lab o'sibsana o'stiralar. O'sha daraxtlardan karasini nima qilsalar, nimaga sut chiqadi, sut oqadi. Suti quyuq bo'lib, ana shu lateks bo'lib qoladi. Ichidagi o'sha. Sutdan qilinadi-da, bu daraxtlarning sutidan. Daraxt suti quyuqlashi ana shu lateks bo'ladi. Tushundingmi? Zo'r, hay. Shu ko'rib turganlaringizda onamlar Tailanddan shuncha narsa olib kelganlar, kiyimlardan tashqari bir balo qilib sig'dirib. Lekin zo'r o'zi madurlarni cheki bor ekan, men nima cheki ekan? Chiroyli taassurotlar bilan keldim. Da, onam xursandlar. Tabiati bor. Yana bu safar onamlar aytib berganlaridan keyin o'yladim, bu safar onamlar bilan birga borsak, nasib qilsa zo'r bo'lardi. Hammamol. Endi onam bilanlar, endi o'zlari ko'rsatib meni aylantirarlar-da. Akalarim bilan borsak, bizlarni aylantirarlar. Biz sizlarga maslahat beramiz Tailandga borishga, lekin yaxshi tur agentstva topinglar. Bizga o'xshab ahmoq bo'lib, asab bo'lib, nerv bo'lib qolmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa kommentariylar yozinglar, like bo'lsangiz podelsa qilamiz. Men bilan birga bo'lganlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.